Assalomu alaykum. Hammalaringga alangali salom Tojikistondan. Men Tojikistondan keldim. Radikulit oshqozon yazvasi bilan kelganman. Hozir Xudoga shukr, hech qanaqa dori ukolsiz yaxshi maza qilib ro'zalar tutyapman. Nimam ham yaxshi. Radikulit ham yo'q. Lichenalari zo'r. Xudoga shukr qilaman. Mana shu yerda obod bo'lsin hamisha. Tojikiston bilan O'zbekiston hamisha birlashib yuraversin. Rahmat sizlarga ilohim. Mana shu yerda ochganlarning martabalari ulug' bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin, kelajaklari barhayot bo'lsin. Rahmat kelishlaringga. Lichenalari yaxshi, ajoyib. 3 mahal ovqatlari bor. Tuz g'orlari bor ekan. U aytlarga kirib, yana ham bosh og'riqlarim bor edi, vobshe yo'q. Yo'tal, bosh og'riq, hamma kasalga shifo shetda ekan. Havotog' o'z oti Havotog' ekan. Havolari mazza ekan. Bizaqa yoshi o'tgan ayollarga juda ham yaxshi, zo'r. Hammaga tavsiya qilaman mana shu yerda. O'zi bir hojiya bir duo qilasiz. Ilohim, mana shu martabalaring ulug' bo'lsin, tan jonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lsin, mana shu joylaring obod bo'lsin. Hamisha yaxshi nimada yuringlar ilohim. Tan jonlaring sog' bo'lsin, yaxshilarga yondoshtirib, yomonlardan adashtirsin Allohim. Martabalaring ulug' bo'lsin, obro'y Muhammadni o'zi bersin. Parvardigorim ilohim. Topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin ilohim.